Unicorn Soft 2017-yil tashkil topilgan. Bizani asosiy qilgan loyihalarimiz bu hujjat aylanishi bilan bog'liq bo'lgan. Katta loyihalardan bittasi bu Ijro Govuz degan platformamiz bor. 40 mingga yaqin tashkilotlarni elektron hujjat almashinuv tizimiga ulaganmiz. Barcha 64 ta vazirlik idoralarida elektron hujjat aylanish tizimimizni samarali ishlab kelmoqda. Bizning maqsadimiz xodimlarga tushayotgan yuklamalarni bir qismini sun'iy intellektga berish, ya'ni ularning ishini olib qo'yish emas. Dubay va Amerika bilan ishlaymiz. Afrika davlatlari bilan kelishuvimiz amalga oshirilmoqda. Dasturchilarga sharoitlar menimcha O'zbekistondagi eng yaxshi sharoitlardan bittasi yaratib berilgan. Mutaxassisni qadrlashadi. Muhiti yaxshi, rahbariyati yaxshi. Dunyo kezib tajriba orttirish uchun sharoitlar yaratib bermoqda kompaniyamiz. Dasturchilikka kirmoqchi bo'lgan har qanaqa yoshlarga Unicorn Soft kelishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan bir necha yillar avval hujjatlarni rasmiylashtirish uchun mas'ullar qog'oz ko'tarib idora yurar edi. Misol tariqasida birgina imzoni olish uchun ham kunlab vaqt ketardi. Bu jarayonda mablag', inson resursi sarflanardi. Hozir esa hujjatlar elektron shaklda, ularni masofadan qabul qilish. Shuningdek, rahbarlar chet el safarlarida bo'lsa ham imzoni telefon orqali bemalol olish mumkin. Bularning barchasi hujjatlarni elektronlashtirish va boshqaruvni raqamlashtirish natijasida paydo bo'lmoqda. Bugun aynan shunday texnik imkoniyatlar va dasturiy mahsulotlarni taqdim etayotgan O'zbekistondagi yirik IT kompaniyalardan biri bo'lgan Unicorn Soft faoliyati bilan tanishamiz. Unicorn Soft asosan elektron hujjat aylanishi tizimlari va ish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Shu bilan birga ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha texnik yechimlar taqdim etadi. Kompaniyaning tashkil etilganiga 8 yildan oshiq vaqt o'tgan bo'lib, tashkilot O'zbekistonda davlat boshqaruvini raqamlashtirish, axborot texnologiyalari sohasida ishonchli va sifatli yechimlar taqdim etishi bilan tanilgan. Unicorn Soft 2017-yil tashkil topilgan. Unicorn Soft o'zi asosiy tashkil qilinishidan maqsad nima bo'lgan? O'sha paytda hozirgi kundagi IT park, o'shani Mirzo Ulug'bek innovatsion sentr degan analogi bo'lardi. O'sha tashkilotda beradigan imkoniyatlardan foydalanish uchun shu Unicorn Soft kompaniyasi tashkil qilingan. U vaqtda Unicorn Softda 18-20 ta odam ishlagan. Kompaniyani tashkil etish davrida davlatni raqamlashtirish, davlat idoralarini raqamlashtirish bo'yicha bunaqa katta e'tibor, imkoniyatlar yaratilgan bo'lmagan. Biz u davrda tizimlarni ishlab chiqardik. Vazirlik va idoralardagi mutaxassislarni, tizim foydalanuvchilari deb aytadigan bo'lsak, ularni IT bo'yicha tushunchasi, salohiyati, bilimi bo'lmagan desak ham bo'ladi. Misol aytaman, shu 2017-yilda hokimiyatlarga tizimni joriy etish boshlaganimizda o'zimizning o'quv qo'llanmalarini olib borardik. O'quv qo'llanmalarini endi video ko'rinishda, ya'ni video prezentatsiyalar ko'rinishda olib borardik-da va tizimni shu seminarlarda ishtirok etgan mutaxassislarga berardik. Shunaqa bir holat bo'lganki, shu videoni ochib, uni qanaqa qilib ovozini baland past qilishni ham bilmaydigan mutaxassislar bilan ishlashga majbur bo'lganmiz. Ya'ni IT savodxonligi ham shu hukumatimizning, davlatimizning ijrochilarini ichida 2017-yilda ancha past bo'lgan. Hozirgi kundagi davlat idoralaridagi mutaxassislar bilan u paytdagi davlat mutaxassislarining juda ham katta farqi bor. Ya'ni IT tushunchasida, dasturlar tushunchasida, tizimdan foydalanish, kompyuter qurilmalaridan foydalanish bo'yicha ham alohida bir e'tirof etib o'tish kerakki, ularning bilimi juda kuchayib ketdi. 2014-yildan beri raqamlashtirishga oid sohada ish faoliyatini yuritib kelganmiz. Bu kompaniyani tashkil etishimizdan oldin o'zimiz shu jamoa bilan birgalikda Unicorn Uz davlat unitar korxonasida IT faoliyat bilan shug'ullanganmiz. Ish faoliyatimiz davomida bizani asosiy qilgan vazifalarimiz, qilgan loyihalarimiz bu hujjat aylanishi bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni hujjat aylanish sohasida, ya'ni ish yuritish, hujjatlarni idoralar aylantirish yo'nalishida bizning juda ham kuchli mutaxassislarimiz, juda ham katta bir tajribamiz bor. Vazirlik va idoralarning ichidagi hamda vazirlik va idoralar aro hujjatlar aylanishini va shu hujjatlarning nazoratini yuritish bo'yicha bunaqa tizim ishlab chiqqanmiz.
government to government, ya'ni davlat idoralarining o'rtasidagi o'zaro munosabatini raqamli ko'rinishga olib kelish bo'yicha xizmat qilyapmiz. Bu yo'nalishda bir qancha axborot tizimlarini ishlab chiqib joriy qilganmiz. Eng asosiy katta loyihalardan bittasi bu Ijrogovuz degan platformamiz bor. Ijrogovuz shu yagona idoralararo elektron hujjat aylanish platformasi hisoblanadi. Bu kichkina axborot tizimi bo'lmasdan, uni ichida katta platformaga aylantirilgan. Qonunchilik hujjatlarini nazorat qilish va ichki hujjat aylanish tizimi, idoralararo hujjat aylanish tizimlarini shu tizim orqali amalga oshiriladi. Qanday foyda keltiradi deb ko'riladigan bo'lsa, avvallari masalan, biror bir qonunchilik hujjatlari qabul qilinganda, uning ichida berilgan topshiriqlar va boshqa turdagi ko'rsatmalar qo'lda, ya'ni qog'oz shaklida nazorat yuritilgan. Hozirgi kunga kelib bu raqamlashtirish hisobiga o'sha qonunchilik hujjatlarini har bitta berilayotgan topshirig'i, bandi, ijrochisi belgilangan muddati tizimda aniq ko'rsatilgan holatda qaysi vazirlik va idora yoki viloyat tuman hokimlik darajasidagi ijrochilarni javoblarini qabul qilish, ularni qayta ko'rib chiqish, umumiy nazoratini yetish bo'yicha Ijrogovuz platformasi hozirgi kunda davlatda keng miqyosda foydalanib kelmoqda. Uniconsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan katta loyihalardan biri ijro.gov.uz platformasi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va topshiriqlari ijrosini nazorat qilish uchun joriy etilgan yagona elektron tizimdir. Ushbu tizim davlat organlari, tashkilotlar va mahalliy hokimiyat idoralari o'rtasidagi hujjat aylanishini raqamlashtirish, ijro intizomini kuchaytirish va shaffof boshqaruvni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan yana bir loyiha edo.ijro.uz esa davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida hujjat almashinuvini elektron shaklda amalga oshirishga mo'ljallangan yagona platforma hisoblanib, tizim orqali hujjatlar elektron shaklda yaratiladi, yuboriladi, saqlanadi va raqamli imzo orqali tasdiqlanadi. Bu esa ularning haqqoniyligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Bugungi kunda mana barcha 64 ta vazirlik idoralarida, mahalliy davlat hokimiyati organlarida, tuman, shahar hokimliklari, bundan tashqari xo'jalik birlashmalarida elektron hujjat aylanish tizimimizni samarali ishlab kelmoqda. Oldin xabaringiz bo'lsa, davlat organlarida hujjatlar rahbarga o'chirik bilan kiritilardi. Prikazligi rahbar ishga kelishi bilan yoki bir uzoq safarda, xizmat safarida bo'lsalar, yo viloyatga chiqqan bo'lsalar, qaytib kelishlarini kutib, pachka hujjatlar turgan bo'lardi. Rahbar kelib kunlar vaqt o'tkazib, bunga qo'l qo'yib tanishib chiqish kerak bo'lardi. Xuddi shunaqa boshqa rahbarlar bilan kelishish, masalan, o'sha vazirga hujjat kiritishdan oldin boshqa vazir o'rinbosarlari bilan kelishish, kotibiyat boshqarmalar bilan kelishishlar ham anchagina vaqt olgan. Bizni elektron hujjat aylanish tizimimiz yordamida o'sha mas'ul mutaxassis hujjatni joyida kompyuter oldida o'tirgan holatda, u ishxonada bo'ladimi, uyda bo'ladimi yoki xizmat safarida bo'ladimi, boshqa davlatda bo'ladimi, o'sha hujjatni yaratib, o'zini rahbariga, undan tashqari mas'ul vazir o'rinbosari yoki rahbar o'rinbosariga yuborib, ular bilan kelishib, to'g'ridan-to'g'ri rahbarga imzoga yuborish mumkin. Rahbarni hujjat kutib o'tirmaydi. Hujjat avtomatik tarzda raqamli ko'rinishda yuriladi. Raqamlashtirish juda ham bir kerak element. Ya'ni davlatni boshqarishda, davlatni shu elektron hukumatni rivojlantirishda bu juda ham alohida etib o'tish kerak bo'lgan bir yo'nalish desam bo'ladi. Sababi raqamlashgandan keyin biz ham mana o'zimizning ishlab chiqqan tizimimizni misolida aytadigan bo'lsak, Edo.ijro.uz bu vazirlik va idoralarda ichki va tashqi hujjatlar aylanish tizimi. Endi bu narsa nima beradiki, hujjat elektron ko'rinishda aylanish boshlagandan keyin ijrochilarga uni yetkazish juda ham oson va tez. Shu eski davrda, ya'ni 2017-yillarda hujjatlar qog'oz ko'rinishda yurgan. Birinchi navbatda aytishimiz mumkinki, topshiriqlarni, hujjatlarni asosiy ijrochilarga, egalariga yetkazishda juda ham katta vaqt yutishi bo'ldi. Qog'ozni sarf xarajati, printerlarni, skanerlarni sarf xarajatlari, elektr energiyani sarf xarajatlari. Bu bitta biza yo'nalishni raqamlashtirganimizda uni tegidagi ko'p omillar sarf xarajati hisob qilindi. Sudlar faoliyatini ham raqamlashtirishda juda ham katta natijalarga erishdik. Ya'ni
fuqarolarni sudga murojaat qilishlari, to'lovlarni ham raqamlashganligi, fuqarolar tomonidan berilgan arizalarni onlayn holatini ko'rib turish, ya'ni arizasi qay holatda, sud majlis jarayonlari qaysi kunga belgilandi, sudni qaysi sudya olib borishi, juda ham ko'p fuqarolarga qulayliklar va imkoniyatlar yaratildi bundan. Bu loyiha 2016-yildan boshlab ishlab chiqarish boshlandi. Hozirgi kunga kelib bir qancha versiyasi ishlandi. Bu sabab nima bo'ldiki, qaysidir yilga kelib tizim ishlab turibdi, qonunchilik takomillashtirildi, ba'zi sudlar qo'shilish yoki bo'linish hisobiga tizim doimiy takomillashtirib kelindi. Mana hozirgi kunda Adolat platformasi bor. Bu unikal tizim hisoblanadi. Avvallari sudga murojaat qilish biroz murakkabroq bo'lgan. Misol keltiraman, masalan, Toshkentdagi odam Samarqanddagi bitta odamni ustidan bir e'tiroz qilib sudga beryapti. Lekin deylik, o'sha holatda guvoh Farg'onada. Avvallar nima bo'lardi? Hammasini bitta joyga jamlanardi. Hammasi o'rganilardi. U sarson, bu sarson. Hozirgi kunda o'sha boyagi Adolat platformasida onlayn tinglash imkoniyatlari yaratilgan. Masalan, sudyalarimiz yoki boshqa o'sha suddagi xizmatchilarga o'tmishdagi analogichniy holatlarda qanaqa qaror qabul qilinganligi bo'yicha baza shakllangan. Bu sud xodimlariga ham yordam beradi. Natijada nima bo'ladiki, boyagi murojaatchimizning murojaati ko'rib chiqish jarayoni tezlashadi. E-huquqshunos degan loyiha bor. Bu loyiha Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ishlab chiqqanmiz. Bu mutlaq unikal loyiha hisoblanadi. Yevropa, MDH davlatlarini ham o'rganganmiz. Bu narsa birorta ham davlatda yo'lga qo'yilmagan. Avvallari davlat tashkilotlari yoki tuman darajasidagi bir kichkina, ya'ni katta bo'lmagan tashkilotda hujjatlar soni ko'p emas, hujjat soni ko'p bo'lmagan. Lekin o'sha bir oyda 2 ta, 3 ta, 5 tagacha hujjat ko'rilish uchun ham baribir bitta yurist shtati saqlab qolingan. Eksperiment sifatida boshlandi bu narsa. Adliya vazirligi barcha tuman darajasidagi byudjet tashkilotlarida yuristlarni qisqartirib, Adliya vazirligi huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazi tashkil qilindi. O'sha qisqartirishga yuristlarimizning malakalilarini olib bitta markazga jamlandi. Tizimni ishlab chiqishdan asosiy maqsad bu davlat tashkilotlarining quyi qatlamlari, ya'ni tuman shaharlardagi davlat tashkilotlari, jumladan maktablar, bog'chalar va poliklinikalarga sifatli yuridik xizmat ko'rsatishni ta'minlashdan iborat. Endi ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, tizim ishlab chiqilgandan keyin o'sha tashkilotlarda, barcha tashkilotlarda demak yaratilayotgan hujjatlarni yuridik va huquqiy jihatdan to'g'ri va mukammal shakllantirilishi, shuningdek o'sha tizim foydalanuvchilarining demak huquqiy va yuridik savodxonligi oshirilishi, shuningdek hujjatlar bilan ishlashda vaqt sarfi va boshqa resurslar, ya'ni qog'oz resurslari qisqardi sezilarli darajada. Hozirda tizimda 22 mingdan ortiq tashkilotlar va 208 tumandagi yuridik markazlar faol foydalanib kelmoqda. Shu kungacha tizimda 22 millionta hujjatga demak yuridik xulosalar berilgan. Birgina 25-yil davomida demak 7 milliondan ortiq hujjat yaratilgan. Tizimda hujjatlar to'liq elektronlashtirilgan, ya'ni hujjat yaratilishidan boshlab uni imzolangungacha jarayonlari hammasi elektron tarzda amalga oshiriladi. So'nggi vaqtlarda Adliya vazirligi hamkorligi bilan tizimga sun'iy intellekt texnologiyani joriy qildik. Bunda maxsus chatbot joriy qilingan. Tashkilot xodimi mazkur chatbotga o'z so'rovini beradi va ushbu so'rov asosida chatbot tomonidan, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan tegishli hujjat namunasi, uning ilovalari, masalan, xodim arizalari avtomatik ravishda shakllantirib beriladi. Hozir masalan iqtisodshunos bo'yicha ko'proq yordamchi chatbotlar qilyapti. Malakaga ega bo'lmagan shaxslar ham ishlatishi mumkin. Ularga osonlashtirish uchun masalan qanaqadir situatsiyaga bog'liq hujjatlar situatsiyani tushuntirsa, chatbot unga kerakli hujjatni yasab berishi mumkin. Yana o'zi hozircha implementatsiya qilinmagan, lekin keyinchalik qo'shilishi mumkin bo'lgan narsalar, masalan, tashkilot o'zining loyihasini yuristga jo'natganda, ekspertizaga jo'natganda jo'natguncha rad etilish prognozini chiqarib berishi mumkin. O'sha keyin yana analiz qilib, qaysi hujjatlar qaysi
yuristiga mos tushishi mumkin bo'lgan narsalarni prognozi, toifalash yoki qisqacha qilib summarizer qilib berish, shunaqa narsalarni qo'shmoqmiz. Bizni maqsadimiz o'sha hozirgi kunda xodimlarga tushayotgan yuklamalarni bir qismini sun'iy intellektga berish, ya'ni ularning ishini olib qo'yish emas. Sun'iy intellekt yordamida ular masalan bitta hujjatga yoki bir topshiriqqa sarflayotgan vaqtni optimizatsiya qilish masalan. Bundan keyin o'sha xodimni foydalanish koeffitsiyenti ham oshadi, ya'ni boshqa ishlarga ham ulgurishi mumkin-da. Hozir masalan bir tashkilotda kuniga minglab hujjatlar keladi. Uni masalan devonxona xodimlari o'tirib, uni ro'yxatga olish kerak, boshqa qilish kerak, rahbariga tushirib berish kerak. Shu jarayonlar sun'iy intellekt yordamida optimizatsiya qilinsa, ularga tushayotgan, ya'ni nagruzka yoki og'irlik ancha kamayadi. Uniconsoft tomonidan ishlab chiqilgan hokim murojaati platformasi mahalliy boshqaruvda yangi yechim bo'lib, mazkur platforma orqali murojaatlar nazorat ostida bo'ladi. Qarorlar tezroq qabul qilinadi hamda boshqaruv tizimi yanada shaffoflashadi. Oldinlari masalan tuman shahar hokimlari to'g'ridan-to'g'ri vazirligiga, to'g'ridan-to'g'ri vazirga murojaat qilish imkoniyati bo'lmagan. Viloyat hokimligiga chiqilgan, viloyat hokimligi rasmiy xat bilan vazirlik idoralariga murojaat qilgan, u vazirlik idoralariga qaysidir xodimiga tushgan, u xodim ob'yomi ko'pligidan yoki ish ko'pligidan sal e'tiborsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki boshqa javob bergan bo'lishi mumkin, ya'ni kutilgan javobni olmagan bo'lishi mumkin. Uniconsoft tomonidan o'sha ijroga o'z hujjatlarni nazorat qilish tizimini negizida hokim murojaat tizimi yaratildi. Bugungi kunda juda samarali ishlab kelmoqda. O'sha 2-8 ta tuman hokimlar oldindan o'sha qaysi vazirning qabuliga oldindan yozilib, o'zini masalasini kiritib, rasmiy xatti bo'lsa rasmiy xatni berib, oldindan o'sha video qo'ng'iroq shakldagi, ya'ni yig'ilishga, majlisga oldindan yozilib qo'yiladi. O'sha vazirlik idoralar tomonidan o'sha qabulga yozilgan hokimlar masalasi o'rganib chiqiladi. Keyin o'sha rahbarga tegishli materiallar bilan birga video qo'ng'iroq shakldagi yig'ilish boshlanadi. O'sha video qo'ng'iroq shakldagi yig'ilishda hokimlar o'tirgan joyida to'g'ridan-to'g'ri ekran orqali vazirga o'zini savollarini yo'llaydi. O'zbekiston ijtimoiy hayotida mahallalar ahamiyati katta. Endilikda esa ularning samarali ishlashi va fuqarolarga qulay xizmat ko'rsatishi Uniconsoft kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan raqamli mahalla platformasi orqali yanada osonlashadi. Ushbu tizim mahalla faoliyatini raqamlashtirish, ma'lumotlarni markazlashtirish va aholiga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Raqamli mahalla tizimini ishlab chiqishdan asosiy maqsadlar mahallaning yettilik faoliyatida bo'lgan hamma ishlarni raqamlashtirish. Ularni ishini osonlashtirish. Hozirda platforma qadam-qadam joriy etib olinmoqda. Agar u to'liq joriy qilinadigan bo'lsa, mahalla raislarining barcha amaliyotlari to'liq raqamlashtirilgan bo'ladi va ularga bo'lgan fuqarolar murojaatlari yoki shu kabi boshqa raqamli harakatlar hammasi osonlashadi. Raqamli mahalla tizimi turli xil davlat organlari bilan integratsiyalashtirilgan. Shuning uchun juda ko'p amaliyotlarni avtomatik ravishda bajarish mumkin. Bu tizimlarimizni ishlab chiqqandan keyin texnik qo'llab-quvvatlash talab etildi. Deylik, masalan, tan olishimiz kerak, hududda yoki boshqa tashkilotlarda, mana chekka hududlarimizda axborot tizimlaridan foydalanadigan foydalanuvchilarimiz hammasi ham bu kompyuter savodxonligiga to'liq javob bera olishmaydi. O'shaning uchun Uniconsoft tomonidan ishlab chiqilgan axborot tizimlarini hududda, ya'ni joylarda texnik qo'llab-quvvatlash, ularga ko'maklashish maqsadida hozirgi kunda respublikaning barcha tumanlarida Uniconsoftda texnik qo'llab-quvvatlash bo'limlari tashkil qilingan. Natijada 1000 dan ziyod ishchi o'rin yaratilgan. Uniconsoftning bugun 14 ta hududda jami 208 ta tuman va shahar filiallari bor. Bu kompaniyaning nafaqat markazda, balki hududlarda ham davlat loyihalariga texnik yordam ko'rsatib kelayotganligini anglatadi. Hozirda barcha tashkilotlarni, ya'ni 40 mingga yaqin tashkilotlarni elektron hujjat almashinuv tizimiga ulaganmiz va 200 mingga yaqin foydalanuvchi bu tizimdan hozirda foydalanib kelmoqda. Aynan elektron hujjat almashinuv tizimiga 600 ga yaqin xodimni safarbar qilganmiz. Bundan tashqari raqamli mahalla va huquqshunos axborot tizimlarimizga 200 ga yaqin xodimlarni biriktirganmiz. IT kompaniyalar O'zbekistonda juda ham ko'p. Ya'ni Uniconsoftdan katta va xodimlar sonidan ko'p bo'lgan kompaniyalar ham juda ham ko'p. Lekin ularning biznes modellari, ya'ni boshqaruvi markazdan turib, ya'ni Toshkentdan turib boshqarishga qaratilgan aksariyati.
Unicorn Soft'ni eng chekka hududlardagi bo'lgan bizani texnik qo'llab-quvvatlash markazlarimizni joriy etilganligi shu axborot tizimlarini samarali texnik qo'llab-quvvatlash va o'sha foydalanuvchilarga doimiy tezkor yordam berish bo'yicha qulay bo'lgan deb o'ylayman. Kompaniya hozirda nafaqat ichki bozorda faol, balki tashqi bozorlarga ham chiqmoqda. Xususan, kompaniya shu vaqtga qadar o'z mahsulotlarini xorijiy davlatlarga eksport qilishni ham boshlagan. Bu borada 10 dan ortiq mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Dubay va Amerika bilan ishlaymiz. O'sha rivojlangan davlatlarda dasturchilarga bo'ladigan to'lovlarni xarajat kattaroq bo'lgani hisobiga ba'zi kompaniyalar o'sha O'zbekistonga outsourcing bu narsani tizimini ishlab chiqishni O'zbekistonga beradi. O'sha Unicorn Soft va Unicorn Soft kabi boshqa IT kompaniyalar O'zbekistonda bu narsani ishlab chiqib davlatga topshiradi. Bu natijasida O'zbekistondagi yoshlarimiz chet elda topish mumkin bo'lgan daromadini O'zbekistonda o'tirib ishlash imkoniyati yaratilgan. IT xizmatlar eksporti desak bo'ladi. Hozirgi kunga kelib Unicorn Soft'da o'sha aynan elektronikani ishlab chiqarish bo'yicha yangi yo'nalish tashkil qilganmiz. Bu bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasidagi ba'zi kompaniyalar bilan kelishuv tuzish hozir jarayonida turibmiz. Mediatek va Intel kompaniyasi bilan muloqot olib boryapmiz. Ozarbayjon Respublikasi bilan mana shu Ozarbayjon Respublikasini rahbari bilan shaxsan ko'rishishga ham imkonimiz bo'lgan. Ularga mazkur ijroga o'z tizimimizni taqdimotini ham qilganmiz. Ozarbayjon Respublikasini Azin Telekom degan kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda mazkur tizimni Ozarbayjondagi analogini ham birga ishlaganmiz. Tojikiston Respublikasi IT kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ularga Tojikiston Respublikasiga elektron hujjat aylanish yo'nalishidagi o'sha ijro o'z tizimimizni Tojikiston Respublikasining davlat idoralarida joriy etishi va undan foydalanishi imkoniyatini yaratib, hozirgi kunda mana Tojikiston Respublikasi davlat idoralarida ham mazkur tizimdan foydalanish shart-sharoitlarini ham yaratganmiz. Bundan tashqari mana hozir Birlashgan Arab Amirliklari bilan ham qo'shma loyihalar yo'lga qo'yish rejalashtirganmiz. Ular bilan ham yaqindan ish olib boryapmiz. Birlashgan Arab Amirliklari bilan asosiy ish tashkillashtirganimiz shundan iboratki, ularda ham hujjat aylanishi, ish yuritish to'liq raqamlashmagan holda yuritilar ekan. Ularni mutaxassislari tomonidan O'zbekistonga bir tashrif uyushtirilganda, ijro o'z tizimini taqdimot qildik. Ularni hukumat vakillariga juda ham ma'qul bo'ldi mazkur tizim va Birlashgan Arab Amirliklarida ham mazkur tizimni joriy etish masalasida hozir hamkorlikni olib boryapmiz. Bugungi kunga qadar mana Unicorn Soft loyihalarini eksport qilish masalasida Yevropa davlatlariga, Turkiya va Afrika davlatlariga bir qancha xizmat safarlari uyushtirib, ularga tizimlarimizni ko'rsatdik. Hozir o'sha Afrika davlatlaridan juda katta qiziqish bo'lyapti bizning elektron hujjat aylanish tizimimizga. Va mana yaqin kunlarda Salomon orollari bilan o'sha raqamlashtirish vaziri bilan birga uchrashuv o'tkazdik. Ular ham juda qattiq qiziqishdi. Bizdan o'sha elektron hujjat aylanish tizimimizni va o'sha topshiriqlarni nazorat qilish tizimlarimizni inglizchaga tarjima qilib, tayyor produkt qilib beringlar. Biz o'zimizda ishlatib ko'ramiz degan bir qiziqish uyg'ondi. O'shanga o'sha qaysi davlatlarda elektron hujjat aylanish tizimlari joriy qilinmagan bo'lsa, biz o'zimiz takliflarimiz bilan chiqyapmiz. Joriy yilning iyun oyida Samarqandda katta forum bo'ldi, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha elektron hukumat reytingiga bag'ishlangan katta bir forum bo'lib o'tdi. Shu forumda ham Unicorn Soft o'zining loyihalari bilan birga qatnashdik. U forum juda bir samarali forum bo'ldi, ya'ni 30 dan ortiq vazirlar kelishdi, 50 dan ortiq davlatlardan mehmonlar kelishdi. Shu fursatdan foydalanib biz mana shu barcha o'zimizning loyihalarimizni taqdimot qilib ko'rsatib berdik. Albatta shu forumda Unicorn Soft stendlariga, ya'ni o'sha loyihalariga qiziqishlar juda ko'p bildirildi. Alohida keltirib o'tadigan bo'lsak, masalan,
o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti universitetini katta rektorlari keldilar. Bizani elektron hujjat aylanish tizimimiz bilan, ijro guruhi tizimi bilan qattiq qiziqdilar. Materiallarni qabul qilib, men qayerga borsam ko'rsataman, menga juda tizim yoqdi deb ular ham bir qiziqish bildirdilar. Bundan tashqari Gruziya davlatida adliya vaziri tashrif buyurgan ekanlar. Endi Gruziyada adliya vazirlari raqamlashtirish sohasiga ham qattiq qiziqar ekanlar. Ular mana shu bizani Unicorn Soft tomonidan ishlab chiqilgan huquqshunos degan tizimimiz bilan juda qattiq qiziqdilar. Qanaqa ma'lumotlar chiqadi, qanaqa ma'lumotlar kiradi, o'sha hamma protseduralarimizni qabul qilib o'zligiga olib ketishdi. Hozir muhokama qilyapmiz tizimni Gruziyada joriy qilish masalasi bo'yicha. Dubayda filialimiz bor, Unicorn Soft filiali. Biz o'sha qaysi davlatga eksport qilmoqchi bo'lsak, o'sha davlatdagi muhitdan kelib chiqib kompaniya ochiladi, qo'shma korxona ochiladi. O'sha qo'shma korxonalar bilan birga ishlaymiz. O'zbekistonda raqamlashtirish boshlanganiga unaqa katta davr bo'lmadi, katta vaqt o'tgani yo'q. Lekin O'zbekistonning kompaniyalari IT eksport bilan уже shug'ullanayotganligi shu kunda bu katta yutuq. Bu degani boshqa davlatlar tomonidan ham tan olib, ular o'zligida joriy etishni xohlayotganligi bu bizani IT sohamizni, raqamlashtirish bo'yicha sohamizni juda ham bir yaxshi, yuqori darajaga chiqqanligini bildiradi. Hozirgi kunda faqatgina raqamlashtirish bilan emas, ya'ni axborot tizimlarini ishlab chiqish bilan emas, u axborot tizimlarini ishlatsa bo'ladigan qurilmalarni ishlab chiqish bilan ham shug'ullanishni rejalashtirganmiz. Bu bo'yicha ham Xitoy Xalq Respublikasi bilan ham juda ham ko'p muzokaralar, uchrashuvlar olib boryapmiz va maqsadimiz shuki, O'zbekiston bozorida faqat dasturiy ta'minot ko'rinishidagi mahsulotlarni taklif etish emas, dasturiy va apparat ko'rinishidagi yechimlarni ham ishlab chiqib, shu bozorda yuritib, ularni vazirlik va idoralarga taklif qilish rejalarini ham oldimizga qo'yganmiz. Kompaniya dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan bir qatorda yosh mutaxassislarni tayyorlash va ularni qo'llab-quvvatlash bilan ham shug'ullanadi. Unicorn Softda ustoz-shogird an'analari shakllangan. Bu orqali yosh dasturchilar tajribali mutaxassislar bilan yonma-yon ishlash imkoniga ega bo'lishadi. Bizda anchadan beri ustoz-shogird an'anasi bor. Bundan tashqari turli o'sha ijtimoiy tarmoqlarda biz e'lonlar berib boramiz. Va o'zimiz ham tajribali dasturchilar bilan birgalikda o'sha qiziqayotgan dasturchilardan kichkina jamoa tayyorlab, ya'ni o'zimizning kadrlar zaxirasini ham tayyorlab boramiz. Yangi kadrga ehtiyoj bo'lganda holatga qaraladi. Agar bizga nimasi opti yaxshi bo'lgan, mutaxassisligi kuchli bo'lgan senior kadr bo'lsa, uni tayyorni olamiz. Chunki uni qidirib tarbiyalaguncha 3-5 yil yo'qotib qo'yamizda. O'shaning uchun tayyor kadrlar olinadi. Endi bizga yordamchi, junior yoki middle mutaxassislar kerak bo'lsa, o'zimizdan tayyorlashga harakat qilamiz ko'pincha. Yaxshi kadrlarni topishda qiyinchilik har doim bor. Bizning soha vakillariga talab faqat o'zimizda emas, chet elda ham juda ham yuqori. Yaxshi mutaxassislarni baribir chet eldan ish beruvchilarga qiziqish juda kuchli. Endi ularni birinchi navbatda ushlab qolish bu o'sha chet el ish beruvchini beradigan taklif qilib beradigan oyligi bilan teng qilish. Dasturlash bo'yicha mutaxassislar kam emas, ko'p. Hozirgi kunda mana junior deymiz, to есть endi bu sohani bilimini olib, o'rganib kirayotgan mutaxassislar juniorlar juda ko'p. Endi u juniorlar bilan lekin siz mukammal darajadagi loyihalarni yoki og'ir loyihalarni, katta loyihalarni amalga oshirish natijasiga erisha olmaysiz. Bizda kompaniyada ichki kadrlarni yosh mutaxassislar tayyorlash tizimi 3 oy davomida yangi kelgan xodimga mentor biriktiramiz. U mentor kerakli savollariga javob beradi, muhit bilan chiqishib ketishiga yordam beradi. Keyin sekinlik bilan xodimga real proyektlarga olishni boshlaymiz. Real hozirgi ishlab turgan proyektlarga etap-etap olamiz. Uni har bir qilgan o'zgarishlari, yozgan kodlari, commitlarini kod reviewdan o'tkaziladi. Senior dasturchilarimiz tomonidan. O'sha kod review davomida qilgan kamchiliklari haqida feedbacklar beriladi. Nimaga e'tibor berish kerakligiga urg'u beriladi. Shundan so'ng uni jamoaga kirishib ketishi eng muhim bo'lgan narsasi haqida o'rgatiladi. Endi hozir bizda jamoada eng asosiy odat desak bo'ladimi
nima narsa, bolalar xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Xato qilgan bolani urishib, nimadir qilmaslikka harakat qilinadi. Chunki xato qilishdan qo'rqqan odam hech qanaqa o'zgarish qila olmaydi, yangi proyektlarga moslasha olmaydi, yangilik qilishdan qo'rqib qoladi to'g'risi. O'shaning uchun bizda o'shanaqa nima yo'lga qo'yilgan. Hop, dasturchilarga sharoitlar menimcha O'zbekistondagi eng yaxshi sharoitlardan bittasi yaratib berilgan. O'sha hozir xonalarni ko'rsangiz, so'nggi rusumdagi kompyuterlar bilan ta'minlab beramiz. Internetimiz bor, serverlarimiz bor. Va bundan tashqari biza eng katta nima bera olamiz dasturchilarga desa, biza tajriba bera olamiz. Ya'ni davlat organlarini qanaqadir funksiyalarni avtomatlashtirish bu juda katta tajriba beradi. Bu boshqa ixtiyoriy startapga qaraganda bu ancha qiyinroq. Chunki siz jarayonlarni tushunishsiz kerak, ichiga kirishingiz kerak. U yoqda nima bo'layotganini tushunmasdan turib raqamlashtira olmaysiz. Masalan, startapda siz o'zingizni qanaqadir g'oyangiz bo'ladi, shu g'oyangiz asosida o'zingiz yozasiz loyihani. Unicorn Soft tanlashdan asosiy sabab muhit yaxshi, rahbariyat yaxshi. Proyektlar ko'p. Mutaxassisni qadrlashadi. Uncha-muncha injiqligini ko'taradi. Shu uchun ham dasturchilar uchun eng yaxshi joy deb bilaman. Umuman olganda bizning kompaniyada juda ham ahil jamoa rivojlangan. Ustozlar, albatta jamoamizda ustozlar juda ham ko'p. Ular yosh shogirdlarga yengillik o'rgatishligi juda oson va o'rgatishadi ham. Masalan, o'zimdan boshlaydigan bo'lsak, men o'zim shu ishxonada stajirovkadan boshlaganman. Shu kunga ishlab kelmoqdaman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yaxshi jamoa, zo'r ustozlar va o'sish imkoniyatlar. Shu sabablar uchun Unicorn Softni tanlash kerak. 7 yildan beri shu Unicorn Soft jamoasida ishlayman. Sababi bu yerda ishlash muhiti juda ham yaxshi. Boshida kelganimda o'zimdan yuqori, ya'ni senior lavozimdagi dasturchilarimiz har doim yordam berishgan. Biz dasturchilarning ko'pchilik o'ylaydiki, o'sha kompyuter oldida o'tirib kun bo'yi ishlaydi. Lekin bizning kompaniyamizda o'sha bitta joyda o'tirib qolmaslik uchun chet eldagi malaka oshirish uchun, dunyo kezib tajriba orttirish uchun sharoitlar yaratib bermoqda kompaniyamiz. Bu kompaniyada ishlasa, o'z yechimlari bilan davlatni rivojiga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'sha oladi. Dasturchilikka kirmoqchi bo'lgan har qanaqa yoshlarga Unicorn Soft kelishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Asosiy maqsad rejalarimizni elektron qurilmalarni ishlab chiqish. Xudo xolasa bu yo'nalishgacha biz kirib olsak, ya'ni masalan boshqa davlatlarning yordami bilan birgalikda. Ko'pchilik hozir O'zbekistonda e'tibor bermayotgan O'zbekistonning imkoniyatlarimiz bor, lekin ba'zi kompaniyalar yoki hamma ham e'tibor bermayapti. O'zbekistonni GSP Plus degan kelishuvimiz bor. MDH davlatlarida bitta O'zbekistonda bor. Bu nima? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni 0% boj bilan MDH davlatlari va Yevropaga eksport qilish imkoniyatimiz bor. Masalan, hozir hamma ko'rib turibdi, o'sha eng ko'p ishlab chiqarish bo'lgan davlat Xitoy. Xitoy Yevropaga va Amerikaga mahsulotini eksport qilishga borgan sari u yoqda qiyinlashtirib borishyapti bularga. Chunki masalan deylik, qaysidir davlatda mahsulotini import qilsa 10% soliq bo'ladigan bo'lsa, Xitoyga import qilsang 40% soliq qo'yyapti. O'zbekistonni xuddi shunaqa imkoniyati bor. O'zbekistonni mahsulotini Yevropaga import qilayotgan 0% boji bor. Boj olinmaydi. Nimagadir mana shu imkoniyatimizni boshqa kompaniyalar foydalanishi balki bilmagan, balki kimdir foydalanib, kimdir foydalanmayotgan bo'lishi mumkin. Endi shular qatori biz ham ishlab chiqarish bo'yicha shug'ullanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni MDH va Yevropa davlatlariga eksport qilishga maqsad qilganmiz.